Barchalarga salom bo'ldi. Sizlar bilan Frezi bugun bo'ldi. Bugungi rolikimiz buldirib ochganimiz bo'ldi. 5000 pul coinni balans to'ldirib oldik bo'ldi. Qanaqa qilib to'ldiraman sizlar menyuni bo'lsa sizlar bo'ldi. Bu yerda pastroq tushsanglar bo'ldi. Bu yerda hisobni to'ldirish bor. Xo'sh bo'ldi. Bu yerda Uzcard, Visa, yana Uzcard Homoladan to'ldirishlar ham mumkin. Click, Paynet, Steam, kriptovalyutalar ham bor bo'ldi. Misol uchun sizlar 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar bo'ldi. 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar sizlarga 616 pul coin beradi. Frezi 20 deb yozsanglar 741 pul coin beradi. 20% omad qo'shib beradi, 20% balansingizga qo'shib beradi. Frezi 20, Frezi tepalik Frez deb yozsanglar sizlarga 20% qo'shib beradi. Bu yerda har xil davlatlar bor bo'ldi. Bu yerda bitta PUBG emas bo'ldi, Stand-up KZK Robloxlar bor. Bu yerda o'yinlar bor. Misol uchun sizlar sapyor o'ynamoqchisizlar deb bo'ldi. G'ildirak har xil o'yinlar bor. Masri yoz o'ynab ko'rsatib beraman bo'ldi. Bir qilamiz, qaranglar bo'ldi. Mayli, birinchisi shunaqa bo'lib qoladi. Hop. Yedirdi. Qaranglar bo'ldi. Endi masliga taktika o'rgataman. Ko'rdinglarmi bo'ldi? O'sha bizga foydadamiz. Mana, o'sha bizga foydadamiz. Xo'sh, ko'pchiliklar so'rashyapti, qanaqa qilib chiqarib olish, chiqaraman UC desanglar, mana bu yerda pastroq desanglar menyuni bosib chiqarib olish UC bor, 98 60 UC. Keyin bu yerga shaxsiy kabinetga o'tsanglar, bu yerda 60 UC bo'ladi. Mana kopirayot qilib bemalol o't olishingiz mumkin. Xo'sh, tak bo'ldi. Keyin bu yerda yordam bor, bemalol qanaqadir muammo bo'lib qolsa, bemalol yozishingiz mumkin buldirib adminiga. Tak. Bolalar qaranglar, bu yerda bulpas bor. Ya'ni sizlar u bulpasni nima qilaman desanglar, sizlar yashi ochsanglar, ko'payadi. Zadaniyalar ham bor, bu yerda bajarishingiz mumkin bemalol. Xo'sh, unda keysga o'tamiz bolalar. Bolalar bitta narsani tushuntirib o'tib ketdik. Bolalar, bu o'zimning kanalim. Har kuni promo kod o'ynaymiz. Sizlar promo kod terib tekinga yashi olishingiz mumkin. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin. Mana promo kodlar har xil challengelar qilaman. Mana promo kod qimmat promo kodlar tashlaganman. Bo'lib bemalol o't olishingiz mumkin. Silkasi profilda yoki kommentariyada. Mana bolalar 99 salik keysga konkurs qilganmiz. Bemalol qatnashib olishingiz mumkin. Haligacha turibdi. Bemalol o't olinglar bolalar. Silkasi profilda yoki kommentariyada bo'ladi. Lekin profilda bor. Xo'sh bolalar, birinchi bo'limma to'xtanglar bolalar. Sizlar agar tekinga kes ochmoqchi bo'lsanglar, bu yerda Telegram bor. Telegraminglarni ulab, kanalga obuna bo'lsanglar, kuniga yashi ocha olasizlar. Bu yaxshi degani bolalar. Bu kontakt ham bor. Bemalol ochishingiz mumkin bolalar. Tak bolalar, bilasizlar, har doimgi biz metro keysni ochamiz, chunki metro keysdan yaxshi bergan. Tak, shuni buldirib ovozini o'chirib qo'yamiz bolalar. Xo'sh, bu yerda bu qaniydi mana tumanli port degandan ochamiz bolalar. Bizga nima tushar ekan? 5 tali ochib qo'yamiz bolalar. Mana mintaga ochyapti. Tak. Birinchisi bo'lib turadi, qaranglar, propusк bilan ochamiz. Tak. Hoppa, mana o'sha foydadamiz. Ayyo, minus ekanmiz. Xursand bo'ldim. Xo'sh, mayli, yana bizani yedirdi bolalar. Yana bitta sotib, yana bitta ochib qo'yamiz bolalar. To'xtanglar, 10 talik. Voy, 10 talik yetmas ekan. 10 talik yetmayapti o'sha bolalar. Xo'sh, bolalar, boshqa keys ochamiz endi biz. Tak. To'xtanglar, yana o'shandan ochinglar, yaxshi berib qoladi deb bolalar bersa ham. Yaxshi beradi-da. Tak, mana ochib ko'ramiz bolalar yana. Xo'sh, 3 tali ochamiz bolalar, 3 tali ochib ko'ramiz nima uchun. Xo'sh, voy, endi to'xtasi 248. Nechota yediryapti bizani. Voy, 5 tali yetmayapti, 3 taliga ham yetmayapti bolalar. Qarab turinglar, endi bitta-bittadan ochamiz, yaxshi narsa tushadi. Xo'sh. Bolalar, hozir bitta-bittadan ochamiz, chunki o'sha minta qoldi.
Davay, to'xta. Yaxshi berardi, mana shu qaranglar bolalar. Narxini bilib oling mana shuni. Mamala tushdi, вообще zo'r deb bo'ldi. Вообще zo'r. To'xta, nima to'xtamaydi mashinga. To'xtadi deb o'ylayman bor. Keyin bola kommentariy yozib qoldiringlar, qanaqa keys ochishimni. Bu 330 turadi bolalar. 104 ekan. O'shani bittalik ochamiz. Tak, bizani yana yediradi yana bizani. 68 oxirgisi bolalar, oxirgisi. Necha bu? To'xtayu bu yana 293 bittalik yaxshi oxirgisi bolalar endi. To'xtasa bo'lardi. Voy, 4 minut. Bu yaxshi zotli foydadamiz bolalar. 4 minut tushganda yaxshi edi. Voy, ana yetirdi. Zo'r yetirdi bu. Tak. Qaranglar bolalar. Bizda tishli yig'ilib qoluvdi bolalar. Shunaqa qilib zo'rg'a videoni to'xtatib 5 minutda qilishga harakat qildim. Endi 10 talar chiqaramiz. Agar yedirsiz bu yerdan suramiz bolalar, zo'rg'a qildim atak. Voy, yedirdi. Voy, yaxshi 4 minut. Voy bola, qaranglar, bizni foydadamiz. Yana bitta ochamiz. Men minut turadi keyin aytib qo'ying. Voy, yana minut. Yaxshi 5 minut. Voy bola, qaranglar, shu 10 tali ochishimizda qaranglar, effekt qaranglar bola, просто так gap yo'q bor. Yaxshi minut tushdi. 3 minut yaxshi. Bola, biz 10 minut qilmoqchimiz bo'lib qo'yingni. O, men popga neshtidi? Vashshi qimmat turadi lekin. 7 minut? 2 marta tushib berdi popga. Qaranglar bolalar. Menga ham tushib beribdi. Voy, bla. 13 ming. Yana bitta 10 tali ochamiz bolalar keyin ko'ramiz sizlar bilan birga. Voy. U yaxshi. 3 ming yaxshi, 3 ming yaxshi. Biz foydadamiz haligacha. Mana bolalar mashkis yaxshi beradi. Yana minut yaxshi. 5 minut bolalar. Voy. O'sha necha 20 minutda qilib tashladingmi? 3 barobar ko'p qilib tashlading bolalar. Oy, yaxshi foydadamiz haligacha. Voy bolalar, shunga obuna bo'lib qo'yinglar, like ham bosib qo'yinglar bolalar. Tak. Endi buni yedirdi bolalar. Qaranglar, yana bitta ochamiz, keyin boshqa keysga o'tamiz. Agar yedirmasa. Yaxshi minut turadi. 3 minut yaxshi. Daysi bola, bitta propusk bilan ochib ko'ramiz, hozir necha bo'lkoin chiqarishi ko'ramiz. Necha bo'lkoin tusharkan degani. Xo'sh bola, mana ko'rishinglar mumkin. 3 barobar ko'p qoldi biz. Lekin hammaga xayr bolalar, bu degani уже nechisi to'xtanglar. 12100 mi? Voy bolalar. Obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, hammaga xayr. Sizlar bilan Frizi Pabugun bo'ldi bolalar.